Bu videoda men sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPT menga maslahat bergan top 10 ta eng qo'rqinchli bo'lgan videolarni ko'raman. Ko'ramizda sun'iy intellekt maslahat bergan va u etish bo'yicha eng qo'rqinchli bo'lgan videolarni men ko'rib qo'rqamanmi yoki qo'rqmaymanmi? Video davomida ko'rib olamiz. Lekin agarda men hamma videolarni ko'rib bo'lib 3 martadan ko'p qo'rqadigan bo'lsam, videoning oxirida men bitta piyozni yeb qo'yishimga to'g'ri keladi. Ozgina tanaffus qilgandan keyin kanalimdagi aktiv juda ham pastga tushib ketdi. O'shaning uchun hozirroq hammangizdan nimaga yordaminglar kerak edi. Shu videoga bitta like bosib, mana kanalimga obuna bo'lib va iloji boricha o'zini aktivdan ko'rsatishingizni hammangizdan so'rab qolardim. Chunki bilasizlar, bizning maqsadimiz bor edi, bu 15 ming obunachi va 15 ming obunachiga masala uchun juda ham qiziqarli video tayyorlab qo'ygandim. O'shaning uchun hozirroq hammangizdan so'rab qolardim, aktivdan ko'rsatishingizni. Men bo'lsa videoni boshlayman. Xo'p, sun'iy intellekt menga maslahat bergan bir ikkita kanallar va bir ikkita videolar bor. U YouTube dan qidirishimni so'radi va o'shaning uchun men YouTube dan qidiryapman. U aytgandaki bir nechta videolar chiqib keldi va aynan u aytgan videoni ko'ramiz. Давайте ketdik. Balkim men ko'p video ko'rganim uchun shu paytgacha ko'p qo'rqinchli video ko'rdim sizlar bilan birgalikda. Bu video men qo'rqinchli emas. To'g'risi aytaman, hech qanaqa gap so'zi yo'q. Bu video men qo'rqinchli emas, menga qo'rqinchli bo'lmadi. Davайте sizlar bilan hozirroq bitta juda ham qiziqarli challenge o'ynaymiz. Men hozir bu yerda sun'iy intellekt menga maslahat bergan qo'rqinchli videoni ko'raman va qo'rqmaslikka harakat qilishim kerak. Sizlar ham xuddi shunaqa challenge qilinglar. Sizlar ham qo'rqmaslikka harakat qilinglar va ko'ramiz kim qo'rqmas voyaga. Ya'ni izohda o'zingizlar necha marta qo'rqdinglar shu video davomida shuni hammasini yozib ketinglar. Qani ko'ramiz kim umuman qo'rqmaydi, kim eng ko'p qo'rqar ekan. Xo'p, bizning ikkinchi videomiz bu 3 minutlik video. Ya'ni qisqacha qo'rqinchli video. Sal o'tkazib ko'raman chunki juda ham ko'p. Wow. Yo, rostdan aytaman, bu video rostdan qo'rqinchli chunki ovozlari bilan cho'tga chiqyapti. Ayniqsa ovozini yoqib ko'rsa, bilmayman. Juda ham zo'r olingan. Wow. Menga juda ham yoqyapti bu video hozirchalik. Xo'p, video tugadi. Nima desam ekan, bu videoni qo'rqdim deb hisoblayman. Videoni sizlar qisqachasini ko'rdinglar, lekin to'lig'i 3 minut ekan va to'lig'ini rostdan ham ko'radigan bo'lsangiz juda ham o'zgarishi chiroyli olingan video va ovozlarigacha qilingan. O'shaning uchun ozgina qo'rqdim men. Men uchun qo'rqinchli bo'ldi deb hisoblayman va videoga respekt, juda ham chiroyli olingan video. Aytgancha agarda bu videoni to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kim qiziqib ko'rmoqchi bo'lsa, shuni Telegram kanalimga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Men bu videodan qo'rqdim. Men tan olaman, juda ham zo'r video va qo'rqinchli. Xo'p, keyingi sun'iy intellekt maslahat bergan videoni ko'ramiz. We need to get out of here. Huh. There's an outbreak. Nima video? Zombie is on the zombie next door. Save yourself. Hello. We need to get out. Yo'q, bu video umuman qo'rqinchli emas. Men uchun qo'rqinchli emas. Oddiygina video, shunchaki qiz kulib turibdi va hech qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas bu videoga. Qo'rqinchli emas, qisqib aytganda. Hozirchalik sun'iy intellekt meni unaqa qoyil qoldirmayapti. Faqatgina bitta videoda qoyil qoldirtirdi. Qolganlarda qoyil qolmayapman men sun'iy intellektga. Sun'iy intellekt maslahat bergan keyingi videoni ko'ramiz. Video shu ekan, video shunday iborat ekan. 4-videomiz ham negadir unaqa qo'rqinchli bo'lmayapti. Shu paytgacha men bittadan qo'rqdim. Menimcha nakazaniyani bu videoda men bajarmasam kerak. Sun'iy intellekt rostdan ham nimaga qo'rqinchli videolar bermayapti menga. Xo'p, давайте keyingi maslahat bergan videosini ko'raylikchi, balki o'sha qo'rqinchli bo'lar. Nima bu? Bu yasalgan video 100%. Nima bu? Bu bo'ldimi, shumi video? Video shundan iboratmi? Hech nima bo'lgani yo'q-ku. Yo, bu ham qo'rqinchli emas video bo'lyapti. 5 ta video bo'ldi. Bir marta donagina qo'rqdim. Mayli, keyingi videolar qo'rqinchli bo'lsa kerak. Xo'p, bu ancha qiziqarlilarga o'xshatdi. Video shunday iborat ekan. Oxiri kutilmadim. Oxirida bir qisman joyida ozgina kutilmagan joy bo'lib qoldi.
Lekin unaqa qo'rqinchli emas va men o'ylashimcha qo'rqinchli bo'lmadi menimcha. Sizlarga ham men uchun unaqa qo'rqinchli bo'lmadi. Shu oxirda qisman joyi bo'lib qoldi. Agarda o'sha joyini sal ko'proq qilib, kutilmaganda ko'proq qilganda menimcha qo'rqinchli bo'lardi. Biz bo'lsa keyingi videoga o'tamiz. Ikkinchida gapiryapti tushunsan. Videoni ko'raylik. Video shundan iborat. Videoni yarmidan ko'p mana inson gapirish bilan o'tib ketdi va oxiri bir qisman joyda qo'rqinchli emas bir videoni qo'yib qo'ygan. Bo'ldi, shu video shundan iborat bo'ldi. Yana bir qiziqarli video va aynan yana shu bolani videosiga taqaldik. Ya'ni bundan oldin bir necha marta ko'rganman bu bolani videolarini. Rostdan ham o'ziga yarasha qiziqarli video oladi. Hop, video boshlanish bilan wow, kim bu endi? Part 1 Alex. Nima desam ekan? Video qiziqarli va oxiri ayniqsa kutilmagan joy bo'lib qoldi, ya'ni birdan chiqib kelishi. Lekin juda ham qisqa bo'lyapti, ya'ni o'tgan safardagi juda ham qisqa bo'lgani sababli bunaqa qo'rqinchli bo'lmayapti, to'g'risini aytsam menga. Birdaniga chiqib kelyapti, lekin tez tugab qoldi video va o'shaning uchun menga unaqa qo'rqinchli bo'lmayapti. Nima desam ekan? Video lekin yaxshi qilingan, lekin men uchun qo'rqinchli bo'lmadi. Lekin men shu videogacha bir marta qo'rqdim. Sizlarchi necha marta qo'rqdinglar? Menimcha, men o'ylashimcha mendan ko'proq qo'rqgan bo'lsa kerak. Yoki umuman qo'rqmagan odamlar bormi ekan? Menga bu narsa qiziq. Xo'p, davaychi biza ikkitadan videomiz qoldi. Aynan shu ikkita videoni ko'ramiz, maslahat bergan va shu bilan tugatamiz. Keyingi videomiz. Nima bu? Are bay. Yo, bu qo'rqinchli video emas-ku. Nimasi qo'rqinchli buni? Tushunmayapman men. Oddiygina bosh uzilyapti. Bu ham kompyuterda qilingan narsa-da. Nimasi qo'rqinchli shu videolarni? Hech bir tushunolmayapman-chi. Xo'p, bizning oxirgi videomiz va ko'ramiz. Wow. Mana bu video qo'rqinchliga o'xshayapti. Wow. Xo'p, men rostini aytaman, bu videodan qo'rqdim. Mana ozgina telladim ham. Lekin rostdan bu videodan qo'rqdim. Ovozlari cho'tka qilingan va videoning o'zi ham qo'rqinchli, boshlanishidan ham qo'rqinchli bo'ldi menga. Gap yo'q. Oxirgi videoda Sonic meni hayron qoldirdi. Nima? Mayli, oxirgi videoda meni Sonic hayron qoldirdi. Nima deyman? Zo'r, oxirgi videoga gap yo'q. Men qo'rqdim. Umumiy hisoblaganda 10 ta video ishlaman, atiga 2 marta qo'rqdim. Bu rekord men uchun, sabab bundan oldingi videolarda men obunachilar bilishadi, ko'rgan odamlar, men juda ham ko'p marta qo'rqaman va o'zi qo'rqishimni ham bilishadi. Lekin bu videoda nima bo'lmadi? Balki men ko'p video ko'rganim uchundir, lekin 2 marta qo'rqdim. Sizlar necha marta qo'rqdinglar? Kommentarda yozib ketinglar. Men 10 ta video ishdan 2 marta donagina qo'rqqan bo'lsam, men nakazaniyani bu videoda bajarmayman. Yes, nakazaniyani bajarmayman. Bir marta bo'lsa nakazani bajarmaydigan kunim bor ekan. Video sizlarga yoqdi va qiziqarli bo'lgan umiddaman. Agarda bu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, men bu yerda Sonic Prime boricha qilaman, boricha qidiraman, iloji boricha internetda qo'rqinchli bo'lgan videoni topishga harakat qilaman. Shuning uchun hammasiga bog'liq aktivni ko'rsatib tashinglar. Boya aytganimdek, bilasizlar, aktivimiz tushgan va o'shaning uchun sizlarni menga yordaminglar kerak. Aktivni ko'taramiz va bu videoning ikkinchi qismini men olaman, agarda sizlarga yoqsa. Shunaqa qilib videom tugadi. Hammaga rahmat va hammaga xayr.